Assalomu alaykum, Xatarchi Begomiz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Begomiz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz. Bugun sanamiz 8-aprel, hafta kuniga chorshanba. Bizga kelayotgan ish jarayonlarimiz har doimgidek qizg'in. Videomizni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'llab turing. Fikr, mulohazalarni kommentar yozib qolishingiz mumkin do'stlar. Videomiz kerak joyga yetib borish uchun do'stlar qilamizga ulashib qo'yamiz. Hamda unda ish jarayonlarimizni bir-ikkidan ko'rib o'tamiz do'stlar. 6-7 aprel sanasidagi kuchli yomg'irli kunlardan so'ng biz ish jarayonlarimizni birin-ketin boshlab oldik. Ushbu ko'rib turgan katta bayraktarlarimizni biz bilan ag'darib chiqyapmiz. Tez kunlarda ushbu bayraktarlarimizdagi cho'chqalarni biz bilan ajratib olib ilashni boshlaymiz. Bugungi videomiz yomg'irli kunlarda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqalarini bayraktarlarda saqlab turish haqida bo'ladi. Respublikamiz deyarli barcha hududlarida 6-7 aprel kunlarida kuchli yomg'irli kunlarimiz bo'lib o'tdi. Mana shunday kuchli yomg'irli kunlarda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqalarini bayraktarlarda saqlab turish uchun nima qilish kerak? Bugun videomiz shu haqida gaplashib o'tamiz. Begomiz biznes bilan shug'ullanayotgan tadbirkor aka-ukalarimiz juda yaxshi bilishadi. Namlik miqdori bayraktarda oshib ketganda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chqalari bayraktardan chiqib ketish xavfi juda yuqori. Mana shu xavfni oldini olish uchun mana shunday yomg'irli kunlarda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarini bayraktarlarda saqlab turish uchun biz mana shunday yorug'lik projektorlaridan foydalanamiz. Yomg'irli kunlarda bayraktarlarda namlik miqdori oshib ketish hisobiga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarimiz bayraktarlardan chiqish xavfi juda yuqori. Yetarli ozuqa va yetarlicha yorug'lik bo'lgan bayraktarlarda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlari bayraktarlarni tark etmaydi. Mana shunday xavflarni oldini olish uchun biz yorug'lik lampalar hamda yorug'lik projektorlaridan foydalanamiz. 2 kunlik kuchli yomg'irli kunlarimizdan so'ng yerlarimizda hamda bayraktarlarimizda namlik miqdori yetarlicha oshib ketdi do'stlar. Ushbu ko'rib turgan tog'da uyilgan zakatovka nurlarimizda ham chiqqan zardob suvlarimizda yerimiz shinmagan. Endilikda ushbu ko'rib turgan ko'llab qolgan suvlaringizni qo'l mehnat yordamida toshib chiqarib tashlaymiz. Yomg'irli kunlardan keyin bayraktarlardagi ish jarayonlarini birin-ketin ko'rib chiqdik. Ag'darilishi kerak bo'lgan bayraktarlarimizni ag'darib chiqdik. Cho'lchanlarimiz ishlashlari juda aktiv, yaxshi. Ushbu tomorqamizdan ham ikkita bayraktarimizni ag'darib chiqdik do'stlar. Xudo xohlasa deyarli tomorqamizdagi barcha bayraktarlarimizni bir sirama ilab oldik. Aksaga qo'yilgan bayraktarimiz turibdi. Endilikda uni ham havomizga qarab tez kunlarda ilab olamiz do'stlar. Kimlarga sifatli Begomiz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda Begomizlarimiz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarimiz sotuvda bor do'stlar. 1 tonna deysizmi, 10 tonna deysizmi, cheklanmagan miqdorda Begomizlarimiz sotuvda bor do'stlar. Bemalol pastdagi telefon raqamlariga chiqib aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlari mavjud o'zimizning Xatarchi tumanimizga. Shu mototsiklchamiz yordamida yetkazib beramiz. Xaltalangan, xaltalanmagan Begomizlarimiz bor. Bu yoqda mana ko'rib turganingizdek todiq uyib qo'yganmiz. Hozir sizlarga bir qator xaltalangan Begomizlarimizni ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana bu yoqda xaltalangan Begomizlarimiz, har bir xaltamiz standart 50 kg dan ortiqchasi bilan xaltalab qo'yilgan. Xaltalarimiz ichi klonkali bo'ladi, namlik ushlab turadi. Begomizlarimiz 35-40% namlikda ilab olinadi. Mana shunday xaltalangan hamda tog'da uyilgan Begomizlarimiz ushbu ko'rib turgan tomorqamizdagi bayraktarlarimizdan ilab olingan. Sifatlari a'lo darajada. Kimlarga mana shunday Begomizlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shunday Begomiz yetishtirib qo'shimcha daromad qilaman degan chorvador, dehqon, tadbirkor aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, bizdan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarini xarid qilib turib, mana shunday Begomiz yetishtirib qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin do'stlar. Kelib turib ishlarimizni ko'rib o'rganib, xohlagan bayraktarlaringizdan xohlagan usulda kiloga, kvadratga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarini xarid qilib olib ketishingiz mumkin do'stlar. Kimlarga mana shunday zichlikdagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlari kerak bo'lsa, bemalol kelib turib xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Istalgan bayraktarlaringizdan, istalgan usulda bemalol bizdan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarini xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Kiloga, kvadratga narxlarni kelishtirib, chiroyli narxlarda baraka qilib beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib ishlarimizni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Mana shunday chorvador aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shunday oddiy go'ngdan Begomiz hisob qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lganlarga videomizni ulashib qo'yamiz do'stlar. Shoshilamiz, aloqaga chiqamiz. Bizning manzilimiz Navoiy viloyati Xatarchi tumani
Miyonqol mahallasi Mo'ljal Chovot kanali do'stlar, bemalol pastdagi telefon raqamlarga aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin.